Laylakdan 200-300 metr shunday kiraverishda, bu tarafga qarab ketsa, Zarafshon kolxoz bo'ladi do'stlar. Xullas, mana mashina turibdi, mana shu yerdan mana shu oxirgacha umumiy maydon 10 sota bo'lgan hovlimiz sotuvga chiqqan. Hozir birgalikda ko'rib chiqamiz, narxini videoning oxirida aytib o'taman. Abdulla Qahhor mahallasi, Qovoqlar ko'chasi ekan. Hovlimizda darvozaxonadan kirgandan to'rda oshxonasi bor. Bu yerda gazdan, suvdan, svetdan muammo yo'q. Va kiraverishingizda mana shunday kattagina yeri va chap tarafimizda mehmonxonasi, filtrlangan suv sotadigan apparatlari ham bor va hozirgi kunda ham ishlab kelyapti. Ko'rib turibsizlar, Novoyxona, Ekosuv, xullas, lokatsiyasi juda ham zo'r, yo'lning uskunasida. Bu yerda do'kon qilib, biznes qilib, bemalol rivojlantirsalar bo'ladi. Narxga keladigan bo'lsak, ushbu joyimizning narxini egalari $130,000 deyishmoqda. Egalarining telefon raqamlarini videoning pastiga to'liq ma'lumot yozilgan joyga yozib qoldiramiz. Bemalol telefon qilib, kelib ko'rib savdolashaverasizlar. O'tiladigan joy bor. G'ijduvon uy-joy nomidan chiqsalar, narxini yumshoq qilib berishadi. G'ijduvon uy-joy bilan uylaringizni tez va oson soting.